Sanaman çıkargandan keyin alpamışım attı beni alıp ayakta üzerine tırıp muratı bırıp haydi beliga jön etmedi bir gazan usta bir çal yakta tür sakal çepkan var illa jartını onu koynada hiç kim yok keynada Qultay baba zar yığıla berganda barıp alpamış özünü Qultay babaga tanıttı. Şunda Qultay baba oturup aytdı, "Balama. Qo'shxona mehmon bo'lib kelsan birgana sarkan so'yib, go'shiga ikkomiz to'yaq" dedi. Boboyam bir sarkani saylab so'ydi. Go'shiga ikkovi to'ydi. Shu so'yilgan takani qilidan soqol qo'ydi, olpamış maylov qo'ydi. Boshiga sallani o'radi, iniga jelak tayladi. Baba yelda nima gapi xabar bor? Balama yel, so'rama yel halqim sho'g'ib ketgan. Joyinga bo'lsa ulton tasbih olib ketgan. Sag'ir ko'p bo'lib ketgan. Hammani kiygani ko'kib ketgan. Oybarchini da olaman deb yotdi, oybarchi bo'lsa ko'nmay yotibdi. Har kuni oybarchini o'shaga otesta go'shor so'yladi, bir tabog'i mel yeriga yetmay yotdi dedi. Bunda alpamış turib aytdi, "Ho baba, shu barchini to'yga tortadigan tago'sharingizni bering. O'zim opar tortib e'lon qilayin. Kim haq, kimni haq, shuni bilib qilayin" deb oldiga tago'shalar solib mamlakatni ustan qo'ydi, haydab boraverdi. Bir to'yxonani ustan borib qaraganda tortdiga tago'sharni olib boboning qurg'i o'tkazib etmadi. Boylarni quri bir bo'lak, kambag'allarni quri bo'lak, ikki tomon qurtaylangan ekan. Kambag'allarni quriga bo'lakini o'tirib olib uzoqdan razm saptirayin qani. Joyma ulton tasbih bo'libdi, qon nima qiladigan bil deb uzoqdan razm saptiraverdi. Boylarni quriga non sachi qo'yilgan, pistabadan to'yilgan, osh qo'yilgan. Kambag'allarni qurida birgina bo'zdan dasturxon, usti ikkita qotgan non, oshdan darak yo'q.
sap qarasa, jet qozonda oshib pishayotgan ekan. O'zining pushti kamarida bo'lgan jadigar yetim bolasi shivaqdan o'tini solib, otilib tushgan guruchlarni, qozondan otilib tushgan guruchlarni muzchaday hakkallab terib yurgan ekan. Qarash qoravedi kambag'allarning qurug'i ham birgina ochib keldi. Ochdim ustixonni shunday ko'tarib, jadigar yetim bolasi qaratib, "Ha bolama, jilik yesang berman" kel degandan keyin yetti yildan bermagan bunday jilik gapni eshitmagan sog'ir sho'r lochin qushday kelib jilikni mahkam chiga bosib etmedi. Yaqub oshpaz degan oshpaz bor ekan. Onaydan tarlana chiqan. Iyagining go'shi qochgan. Abtiganasi burishgan. Kim bosh deb borsa tasmana kapkatni urishgan. Uy ko'rib ovur ekan. Ona jadigarni yoqasidan jup qo'shlab olib Mağnaydı bu sıkınma karatı, kızın hangi afgırt kolayla. Sağır bu kadar sonahlıklar yakanda. Mihman hem temcid etmeydi kendim. Jürgen yolun bu ta gözlü jonağar. Neyzeti sağmadanın konağar. Mihman hem temcid etmişsem yine ağar dep. Sağırdın çıkarını sarmaydı ortası, yayına gerek karşın ortası deyip tasmanaya jadigarning ıssık kapını asar çıkarttı. Sonra tarqirab jadigarning birinden qon atılıp, qora ko'zdan qon qiyib, tırnaqlab yetini so'yib. Otajonim ko'rpag'im bobojon mening otam kelama. Ya bo'lmasa bevaqani inatida jadigar bir yillik kamir olmay o'lama deb jadigar zar qo'shib otasi so'rab jilab turgan joyiga deydi.